O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda Yangi Hayot tumani va Ohangaron shahrida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari bilan bog'liq shug'ullangan yirik jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan, tezkor tadbirda 2 nafar shaxs ushlangan, ularning yonidan 500 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilar topildi va daliliy ashyo sifatida olindi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxslar dorilarni tarqatish bilan shug'ullanib kelishgan. Tezkor tadbir davom ettirilib, yana bir boshqa tarqatuvchi ham qo'lga olingan. Uning yonidan ham 500 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilar topilgan. Shundan so'ng mazkur dorilarning manbasini aniqlashga qaratilgan tezkor tadbir davom ettirildi. Natijada Toshkent viloyati Ohangaron shahrida yana 3 nafar shaxs, laborant, ombor mudiri, qadoqlovchidan iborat jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Ularning yashash manzili ko'zdan kechirilganda narkolaboratoriya tashkil etilganligi aniqlandi. Daliliy ashyo sifatida 9 kilogramm pregabalin va 500 gramm tropikamid va 600 dona pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va qadoqlash uchun asbob anjomlar olingan. Tezkor tadbir natijasida 200 mingdan ortiq bir martalik dozaga teng kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari tarqalishi oldi olindi. Bilaman, u nechta odam zaharlanishini, biz ularga nechta odamga iste'mol qilishiga sharoit yaratib berayotganimizni chin dildan afsusdaman. Kimga zarar yetkazgan bo'lsam, kimdir oilasiga, farzandiga zarar yetkazgan bo'lsam, biz yomon ish qildik. To'g'ri ish qilmadik aka. To'g'ri yo'lni tanlamadik. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 251 prim 1 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Navbatdagi holatda ham Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi laborant qo'lga olindi. Uning yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda xonadonda narkolaboratoriya tashkil etilganligi aniqlandi. Mazkur shaxs yashash manzilida kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni tayyorlash bilan shug'ullanib kelgan. Narkolaboratoriyada 6 kilogramm pregabalin, 500 gramm tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda qadoqlash uchun zarur asbob anjomlar daliliy ashyo sifatida olindi. Tezkor tadbir natijasida 160 mingdan ortiq bir martalik dozaga teng bo'lgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining tarqalishi oldi olindi. Qilgan ishimdan pushaymonman, chin ko'ngildan yoshlarga, hammaga, shu Telegram kuzatuvchilariga ham bu narsalarni tavsiya bermayman. Qadriga yetaylik ozodlik. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 251 prim 1 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli fuqarolar, agar sizda giyohvandlik vositalarining savdosi haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining kol markaziga Telegram orqali Stop Narkobotga murojaat qilishingizni so'raymiz. Axborot bergan shaxsning shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanadi. Ichki ishlar vazirligi Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.